mashinani bekirma kredit qilib olib beramiz sergilidan. Bo'laveradi. Besh hozir bo'laveramiz. Ya'ni kreditga qancha bazam qochib qoldi. Anvar aka anchadan bir gapirib yuradi. Aka deyapti. Mayli, xo'p, masalan, Anvarni o'zi oldindan bilgan bo'lsa taqdirda ham aka shu narsani bilgan deyapti. Hozir internetda hammaga yordam berib, zborlarga jo'nataman, mashina podarka qilaman, uni bu yutsa 10 ming beraman, 100 ming beraman deb turganlar. Meni eshitib turgan bo'lsanglar, hammanglar bilasizlar, taniysizlar. Nursulton Ro'ziboyev. Men Somsapazman. Men sizga video обращение qilyapman. Do'stlar, bugun o'zbek sportchilarimiz va tadbirkorlar orasida keskin norozilik tobora avj olib kelmoqda. Bu holatni ko'rib turgan erka bilan doktor ham maza qilib kulib bormoqda. Короче, senlarga o'sik aytib beraylik. Lider avto degan bor-ku, vertolyotdan tushadilar. So'lar в общем, birovga ikki boyetga mashina berganda подарить etdim deganda, короче, internetda там Instagramga. На самом деле kreditga оформить etib bergan u, короче, ama maxsus kreditni to'lab yur. So endi o'z biznesmenlar men sportsmenlar birini qilib oladi, короче. Жан кіріватыр. Аналар бір-бірімен қырылып бастады енді. Осы сәтті пайдалана отырып, мен ойыннан шығып кетсем, бір-бірін қырып болса, сосын қайтып kesem. Janjalning asosiy sabablaridan biri Oktagon chempioni Anvarjon Abdullayev kreditga avtomobil xarid qilgani bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga, charchamasdan yuruvchilarni tanijoningiz sog'mi? Mani temam juda Instagram tarmog'ida reykka chiqib, nima deydi, ko'pana olib ketdi, обсуждение olib ketdi. Akalarim chiqib, Siyozga Nursulton aka, Doston akalar chiqib, o'z fikrlarini bildirdi. Men hozir uzoq 2 soatlarda bitta Instagramga post joylayman. Inshaalloh hammasini batafsil nima bo'lgan, nima qo'ygan hammasini men aytib o'taman o'sha postda. Inshaalloh hammalaringizga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlari uchun kattakon rahmat sizlarga. Inshaalloh nasib bo'lsa, mana bir xil ko'plar yozayapti, ularga ham alohida rahmat. Mashinaning oylik to'lovi esa 36 oyga 8 million 800 ming, jami hisobda esa 316 million so'm bo'lib qolmoqda. Bu pul deyarli ikkita Gentra'ning puli. Oylik to'lovini yopa olmagan Anvarjon Abdullayev o'z fikrini oxir-oqibat bayon etdi. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Internetda shov-shuv bo'lib ketgan Rahmon aka bilan meni o'rtamda bo'layotgan gap-so'zlar, o'shanga men qisqacharoq tushuntirib berib o'tib ketaman. Ko'pchilik o'ylaydi, menga Rahmon aka mashina podarka qildi deb. Meni mashinamni hech kim menga mashina podarka qilmagan. Mashina meni o'zim nomimga 3 yilga 8 million 800 mingdan kreditga chiqqan. Men endi shuni xalqimizga yetkazib qo'ymoqchiman. Mashina meni nomimga 3 yilga kreditga chiqqan. Mashinaning tan narxi 17.500, 3 yilga 8 million 800 mingdan chiqqan. Keyin Rahmon aka aytgan, Rahmon aka bilan kelishganimizda nima yordam qilay degan, aka bitta mashina qilib bering deganimga, bo'ldi, bosh to'lovini to'lab beraman degan. Bosh to'lovini to'lab beraman degan. Keyin yana 3 oy, 4 oy to'lab tursangiz, keyingi boyingizni yutsangiz, nasibingizni chiqib qilish beraman, hamma to'lov o'zim o'tadi. Men xursand bo'lganman, bo'ldi aka, gap bo'lishi mumkin emas deganman. Keyin shunday bo'ldi, boyimizga bir 15 kun qolganga saperligim travma bo'lib qoldi. Menga zaminaga saperlik chiqmadi, bizlarning boyimiz atmin bo'lib ketdi. Keyin Rahmon aka aytdi, bizlar bunga kelishmovdik, boyingiz bo'lish kerak edi dedi aka. Menda ayb yo'q. Liga просто menga oddiy bola bermaydi. Men nastoящий boyesman, piarchi emasman. Nastoящий boyesman, menga nastoящий chempionlikka da'vogar bo'lib kelgan boyeslarni beradi. Keyin men aytdim, aka dedim, nasib bo'lsa Toshkentda Xumor arenada 21-sentyabrda boy bo'ladi, shunda chiroyli boy qilib beraman dedi. Esli dedi, Toshkent 21-sentyabrda Xumor arenada bo'lsa dedi, kelishuvimiz o'zgaradi, 150 million to'lab beraman dedi. Boy yutsangiz dedi. Bo'ldi dedim, bir nasib bo'lsa mayli, harna dedim, shu 150 million to'lab bersa ham mashina 308 million. Menga juda katta pulda u. Men oilam hech kim ishlamaydi, to'g'risi. Hech qanaqa oylik ishga ishlamaydi. Men aytdim, 150 million Rahmon aka to'lab bersam, inshaalloh bir dastoyni boy ko'rsataman deb turdim. Keyin boyga bir oy vaqt qoldi. Menga boy qilib beraman degan akalarim, "Davay, sen trenirovkangni bos. Boy bo'ladi 100% dedi." Men trenirovkani O'zbekistonda bosdim, oxirgi 20 kun qolganga qarz qildimda, meni zalim Peterda bo'lgani uchun men Peterga zalimga keldim. Keyin bir hafta qolyapti, saperning yo'q, men telefon qilyapman, men tayyorman, saperni beringlar, meni mashinam, kreditim kutib turibdi. Men даже Alloh
Men boyga bezganlar chiqishga rozi bo'lganman. Agar yolg'on bo'lsa, men ko'pchilik biladi, o'sha organizatorlar, oktagon ligalar, boy organizator qilayotgan odamlar biladi. Men boyga bezganlar chiqmoqchi edim, radi kredit yopish uchun. To'g'risi. Keyin menga soperin chiqmadi 21ga. 21ga soperin chiqmadi, keyin Rahmon aka aytdi, "Uka" dedi, "21da soperin chiqmasa kelishuvimiz bekor bo'ladi" dedi. Men aytdim, "Ha, inshaalloh chiqib qolar" dedim. O'shanda bir hafta qoluvdi boyga. Keyin soperin chiqmadi, bizning kelishuvimiz, qarochi, Rahmon aka bo'ldi dedi. Endi o'zing anaqa qilaver, meni ham xarajatlarim ko'p dedi. Keyin qarochi hamma kredit o'zim nomimga qolib ketdi. Yaqinda keyin video qo'ydim. Bir ikkita akalarimiz davay video qo'ygan, "Seni kim yordam beradi? 8 million 800 mingdan qayerda to'laysan" dedi. Yaqinda bitta video qo'ydim, keyin videom o'sha tarqalib ketdi butun O'zbekistonga. Ko'pchilik o'ylagan ekan, mashina menga podarka bo'lgan deb. Lekin keyin men xalqqa yetkazib qo'ymoq uchun bu videoni yozyapman. Menga mashina hech qanaqa podarka bo'lmagan. Mashinani hozir 8 million 800 mingdan moy to'lab yuribman. O'zim Rossiyada kelib ishlayman. Men shu nechta boy urishgan bo'lsam, hammasi stroykada ishlab, men titulni boyga urishganman. Shu mavzuda Nursulton Ro'ziboyev, Odilxon Kamolov, Doston Bozorov, Shohasan Mirzamatov, Muhiddin Mamatjonov, Sardor Gazdir va Azxon tiktokerlar ham o'z fikrlarini ochiq bayon etdi. Hozirda oylik to'lovida qiynalib turgan Anvarjonga sabr tilaymiz va janglarda esa omad tilaymiz. Qadrli do'stlar, sizlar qanday fikrdasiz? Albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Anvar oxir yorilib ketibdi. Anvar bizga aytib yurardi, biz endi mayli uka, Allohdan yaxshi bo'ladi deb yuraverdik. Oxiri Anvarni o'zi ham video qilib chiqib yordi oxiri. Bular jentro berishgan, bular biz videoda ko'rib, men birinchi ko'rib o'shanda xursand bo'lganman. Mavali shunaqa insonlar ko'paysin, o'sha sportchilar ham qadri ko'payadi, shu qadrga yetadi. Masalan, chempion bo'libdi, anaqa mashina olib podarka qilyapti deb xursand bo'ladi. Ag'ini eshitsang, billat o'zini nomiga kredit chiqarib, jentraga har oy 8 million, 8,5 milliondan kredit to'lab yuribdi shu bechara bo'lib. Puli yo'q, bular chempion, lekin puli yo'q. Odam endi unaqa bilan prosmotr uchun yo bo'lmasa videolar uchun unaqa narsa qilish kerak emas-da. Yani kreditga вообще ba'zan qochib qoladi. Anvar aka anchadan bir gapirib yuradi. Aka deb. Mayli, bu masalan Anvar o'z oldindan bilgan bo'lsa taqdirda ham aka shu narsani bilgan deyapti. Unaqa deyapti, bunaqa deyapti. Aka shuncha pul sarflayapsan-u, hayb qilyapsan-u, vertolyotdan minib. Ber o'sha qiynalgan bola 57da Anvarni yutgan bola yo'q, takashto aka O'zbekistonda oktagonda. O'sha bola bitta chempion, necha 10-0, 11-0 ham. Yordam bersin o'sha bolaga aka, dushi. Bo'y qilsin, bitta bo'y qilsin, nima bo'y qilsin? Bo'y qilish aka maqsad nima? Bo'y qilsa avtoliderdan olib chiqadi, ko'taradi, keyin soqqin to'lab beradi. Shunday Alloh uchun yordam qil, bo'ldi, u bola UFC-ga ketadigan bola, harakat qilib, u 2 kim unutmaydi, bayez masalan agar sizga birorta sponsor yordam bergan bo'lsa, o'sha insonni unutib qo'ymaysiz, to'g'rimi aka? Bu bo'ydan keyin aka dushi deb qo'yasiz. Yo bo'lmasam rahmat deysiz, bor tur aka, shunchalik qo'llab-quvvatlayapsiz. Rahmat deysiz. Bu qarochi bitta qo'y qilasan, bu yutsang, keyin qarochi yopib beraman bo'yini. Shunaqa narsalar bo'lmaydi-da, to'g'ri kelmaydi-da. Qiynalib turgan haqiqatan dadasiga olib bergan aka bu narsani 8,5 million kredit o'ylayapsizmi aka oyiga? Bechara Peterda yuribdi hozir. Peterda ham ishlayapti, ham tumonga qilyapti. Dadasiga mashina bildirib qo'ygan. Uyiga aka odam boradi, Hong Kongga chiqib qolsa, 5 kunga chiqib qolsa kredit to'ladi. Dadasi nomiga olingan, dadasiga telefon qiladi. To'ling kredit dedi aka. Menga keyin berishsa kerak kreditga bo'lsa mashinadan. Keyin chelga o'zimiz olib beramiz, qanaqa qilib. Ana nimani yangilaymiz, 200 berasiz bizga. Biz o'zimizdan bekirma kredit qilib olib beramiz. Sergilidan. Bo'laveradi. 5% to'lab beramiz. Bo'laveradi. Agar sergilida 5% to'lab minibishga to'lasa ekanda. Oyiga 27 million 30 milliondan keladi-ki. Kredit. Barbasi kuchliroq ekan sayohatimizga yozishyapti. Baraka topib berlar, biz ham shug'ullanamiz. Qo'ldan kelgancha onasini ham shuni
Bizda ham yo'l emas baribir. Akam ham gapirib chiqdi bu narsani hozir ko'rib qoldim. Haqiqatan yosh bayislar, yosh sportchilar o'sib kelayotgan bolalar $100, $200, $500 beradigan narsaga uchib o'tib, aytgan videosiga tushib nima qilsa, gapiriladigan gaplar, dokazat qilib qo'yadigan narsalar juda ko'p. Prosta bu narsalarni qo'yib kerak emas. O'shaning uchun raz yordam bermoqchi bo'lsalar, aka, kreditlarni to'lab yopib, o'sha bolani sportga qaytaringlar. Bechara bola ham trenirovka qilib, ham sportda yuribdi. Bu juda og'ir narsa bu narsa. Tem bo'li otasi bilan yurgan mashina ertaga to'lanmay qolsa, otasiga telefon qiladi, kredit bankka boradi uyiga. Bu yaxshi narsa emas. Agar rozan yordam bermoqchi bo'lsalar, hozirga aytib o'tganimdek, o'sha shuncha kasallar bor, o'sha kasallarga yordam beringlar. Agarcha topolmaydigan bo'lsalar, aytsalar, biz o'zimiz topib beramiz shunaqa odamlarni. Ular даже 100 ming so'mga zo'r odamlar bor. Unaqa qilib, hayplar yig'ishtiringlar. Yaxshi ish qilmayapsizlar. Biz o'shunda ko'rib xursand bo'lganmiz rostdan. Yana ham xursand bo'lyapmiz hozir. Moshina padarga qilyapti. Iloyim shunday padarga qilib nomiga o'tkazib, bez kredit hamma yo'lni shunday qilsin. Chunki bayislar shu narsaga arziydi. Bu bayislar shu narsaga arziydi. Bitta moshina uy padarga qilishga arziydigan bayislar. Lekin u hayp qilib turib uy berdik, moshina berdik deb shuncha rahmatni, haypni prosmotrda olib turib, yana o'ziga kredit qilib qo'yish bu hech qaysi tarafiga to'g'ri kelmaydi. Agar indamasdan shunday Alloh uchun yordam berib, addushi qilganlardan akalar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, pullaringga yana pul qo'shilsin sizlarni. Atak mamna qilib boshqa padarga qilib qo'yib, yo bo'lmasam bo'ldi, bu haypni oldik da kreditni o'zing to'lab yuraver deb yurgan bo'lsalar, akalar, u yaxshi ish qilmayapsiz. Xo'p, yana hozir bitta video ko'ryapman. O'sha kuni Taysonda oyoq kiyim yo'qolganmi, nima bo'lgan? Yana o'sha videoga olib tur, oyoq kiyim bergan, video qiladi. Bechara bolalarim sodda, yosh sportsmenlar. Sizlar hamma bo'lib olamiz, chestimiz bor. Ozgina $100, $200, $500 ga uchib, unaqa har xil narsalarga aralashavermanglar. Biz harakat qilyapmiz, shu MMA sportchilarni hurmat olsin, sal bo'lsa ham bu hurmat qilsin xalqimiz. Bu mongaylar ozgina videoga tushib bersa, videoga tushib nima qilsa aytganini qilavermaysiz, sal ishlatinglar o kallalaringni. O'zlaringda ham ayb bor, o'zlaringda demay, o'zimizda ham ayb bor. Shu mana shu videolisiga tushib berib, nima desa akamsiz deyish, bu noto'g'ri narsa. Hozir internetda hammaga yordam berib, zborlarga jo'nataman, mashina padarga qilaman, uni bu yutsa 10 ming beraman, 100 ming beraman deb turganlar. Meni eshitib turgan bo'lsanglar, hammanglar bilasizlar, taniysizlar. Kelinglar, men sizlarga shunaqa qiynalgan bolalarda, shunaqa sportsmenlar chiqolmayotib turganlar sizlarga topib beraman. Qani bir kelib turib shunday oddiy hech narsa qilmasam bir yordam berib ketinglarchi, men sizlarga o'zim qo'yaman. Mana aka, mana hafta deb qo'yaman. $100, $200, $500 beradi. Buni o'zimizdan bera olamiz bunaqa pullarni. Kelinglar bir normalniy padarga qilib, normalniy zborlarga qilib, bir UFCga chiqqancha yoki normalniy joyga o'zini tiklab olguncha bir padishga qilinglarchi. Bormi mana erkak o'zicha buni men sindiraman, uni men sindiraman, narx bilan buni men qilaman, bormi pul tikadigan deyap turadinglar. Bormi qarashadigan? Kelinglar mana o ekranda yurganlar. Men sizlarga topib beraman shunaqa bolalarni. Men o'zimga qilmanglar, menda Xudoga shukr yetarli. Shunaqalar bor. Topib beraman. Qani bir erkak bo'lib qilinglarchi, o'zlaringiz ko'rsatib olmasdan. Короче, bundan oldingi qo'ygan istoriyalarimda bir ikkita sponsorchalarni gapirdim. Hozir ismini aytmagan edim kimligini, lekin o'zlari chiqib hozir bu debdi video chiqarib hamma atmetik qilib meni qo'yib yotishibdi. Atmetik qilib yotishibdi. Shunga Dostoyniy mujik, erkak, tez qilasizlar, bunaqa gaplarni gapirish sizga emas aka. Bu birinchidan. Nimaga? Siz parod qilib bo'lgansiz. Siz xotiningizni hijobini yechtirib ko'chaga olib chiqib qo'ydim, mana avtosalonga qo'yib qo'ydim deb xotiningizni reklama qilib bo'lgan odamsiz aka. Shu gaplarni gapirmay dedim. Indamay turdim, yana o'zingiz boshladingiz aka. Ha xo'p, akalarga chiqibsiz, Rashid akalarga chiqibsiz, telefon qilishni boshqa qildi. Ha bo'ldi, bu videolar chiqarish shart emas edi. O'zingiz chiqardingiz, gapirdim. O'zingizga bizga atvet bu. Erkaklik, dostoyniylik to'g'risida sizga emas gapirish. Siz o'zi reklama qilib bo'lgan xotiningiz aka. Shuning uchun aka, bunaqa gaplaringizni yig'ishtiring. O'zingizni bilib ishingizni qiling. Sizdan oldin ham biz ham bo'lganmiz. Siz endi 1-2 oy bo'lib chiqqaningizga aka bu ishlarga, sportga aralashganingizga. Sog' bo'ling. Nursulton akani videosi lekin yomon bo'libdi lekin bilan. Nasib debdimi men yomon ketdi, o'rash.
Shu gap kerakmidi? Yo'q, men oxirgi gapini aytyapman. Sherali aka, Jonaliyev, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Hozirga Yomon gapiribdi. hozir qo'ydim. Mana shuni aytyapsizmi? Da, shunaqa. Yomon Shunday gapirdi lekin. Bu aka qayerda gapiribdi? Nima bu? Intervyusida gapirishi. Rahmonali aka, rosa yaxshi ko'ryapsiz. Mani u akangiz bilan ishim yo'q, to'g'risi. Mani aybim, aka, meni ham podдержка qiling. Menga ham $100 bering deb yoniga bormaganim. Men javob beraman. Aka, bilasizmi? Mahmud aka bilan bilasizlarmi qanaqa tanishganmiz? O'sha 2018mi, 19mi Zubada video chiqqanimda akam meni yomon ko'rdi. Bilasiz, sportsmenlarda, o'zbek sportsmenlarida unaqa shou meni chiqmagan deb men urmoqchi bo'lgan aka. Undan keyin men Aktabon bilan shartnoma qildim, chiroyli bo'y ko'rsatdim. Shundan keyin aka-uka bo'ldik, boshqa qildik. To'g'risi o'sha paytdan beri aka yaxshi taniydi, birortasi aka podдержка qiling, boshqa demaganman. Mana nechta sportsmen ko'rib turgan bo'lsa, chiqaman degan odam ko'rib turgan bo'lsa, sponsor degan narsani unutinglar. O'zingizlar sponsor. Hech qachon u Bollywood, Gollywood kinolardagi birov kelib turib ko'tarib qo'yadigan narsa yo'q unaqa. Nursulton Ro'ziboyev. Men somsapazman. Men sizga video обращение qilyapman. Bitta demayman. Ikkita demayman. 3 ta demayman. Naq 10 ta somsa beraman sizga padarka. Men gapimga javob qiladigan, gapimga deystva qiladigan odamman. Boshlanishiga 3 ta somsani pulini to'lab turasiz, qo'ldan kelgancha to'lab turasiz, aka. Mash kelayotgan bo'yingizni, UFC'dagi bo'yingizni yutsangiz, somsani puli shunda meni bo'ynimga o'tadi, aka. Men gapimga javob qilaman. Menga prosmotr kerak emas. Menga siz orqangizdan like kerak emas. Prosmotrim o'sha Instagramni qimillatib yuboryapti. O'sha keyingi jangingizni yutsangiz, somsani 10 ta somsani puli menga shuni polni o'tadi. Sousini ham qo'shib beraman, aka. Gapimga javob qilaman. Men unaqa sportsmenlarni qarzga tiqib qo'yadigan, unaqa ko'p kreditga tiqib qo'yadigan odam emasman. Aka, yuting 10 ta somsani mendan padarkaga shunday oling. Halolingiz bo'lsin, aka. O'rtoqlar, sut kabi oppoq farishtadek akamiz yana bizga video qilibdi. Chaqaloq yegan videoingizni ko'rib chiqdim. Sizni oringiz uchun ham albatta erkak bo'landan Xudo xolasa javobini olamiz. Men uchun so'rab olguncha, o'zingiznikini ushlab sing, iltimos. Aytgancha siz oilaviy muxlislik qiladigan yigitni vaqtida orqalariga tepib, qon yig'lashga majbur qilib, qo'pol qilib aytganda zo'rlagan o'zim bo'laman. Unga revansh ham berganman. Unda ham hech narsa qila olmagan. Aytgancha, Nursulton akalar bilan razborlashib nima qilasiz? Sizga juda ham qimmatga tushib ketib qolyapti. Menga обращение qilavering. Ko'rishib olmaganga yarasha, ana video murojaat qilib turavering. Siz parod qilib bo'lgansiz. Siz xotiningizni hijobini yechtirib ko'chaga olib chiqib qo'ydim, mana avtosalonga qo'yib qo'ydim deb xotiningizni reklama qilib bo'lgan odamsiz aka. Bu gaplar menga nisbatan aytilganda o'zim bilib, mini yubka kiyib olgan bo'lardim. Bilmadim, hamma har xil. Xullas, o'rtoqlar, kimga taxoni pulida jentra kerak bo'lsa, bemalol shu odamga murojaat qilaverasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hamma omadini bersin. Чтобы bu hayotda qumursqa ham yashayapti, odamzod ham yashayapti, chivinlar ham uchib yuribdi. Omadyor bo'lsin, sog' bo'linglar. Gaplarim по-любому yetib boradi. Agar yetib bormasa, mana shu video orqali yetkazib borishadi. 1 million demayman, 2 million demayman, 5 million demayman deb mashinalarda arendaga yoki mana kreditga berayotgan bir bratan bor edi. Taniganlar bo'lsa, u brat ismi esimda yo'q. Jamoatchilik bilaman yoki bilmayman. O'tgan oyda bir videosi chiqqan edi. O'zimizning Surxondaryoni Jaydari bolasi Anvar Abdullayev chempion mashina berdi sovg'aga. Bugun hozir shu videoni ko'rib qolyapman. Oyiga 9 million qanchadan kreditini to'layapmiz deb Anvar akamiz ich kuyib gapirib chiqdi. Ey bratan, o'ng quloq bilan chap quloq bilan eshitib oling. Like uchun, hype uchun sportsmenlarimiz, qandaydir mashhur xalqimiz, elimiz, yurtimiz taniydigan, ardoqlaydigan
o'ziga yarasha muxlislari bor insonlarni bunday qilib izdivasiya qilmang. U bechorani sharoitini men bilaman. 2-3 marta ko'rishganman, necha marta salom alaykum qilganman. Sharoiti o'rta hol. Kambag'al ham boyanmas, lekin chempion, hurmat qiladi xalq. Sizda men kamsitmoqchi, sizda men past ko'rmoqchi emasman. Videomda vinomatini ko'rasiz, men buni bilaman. Hali ham kech emas. $15,000 lavz qildingizmi? Yigit lavzi bilan yigit. Osiltirib yurgan kuchuyda ham bor, osiltirib yurgan qo'chqorda ham bor. Tushunyapsizmi? Mashinani kreditini yopib bering. O'zingiz berdingizmi? Xalqning oldida $15,000lik mashina sovg'a qildim dedingizmi? Tilingizga testva qiling, mashinani kreditini yopib bering. Nima deysizlar do'stlar? Like bosib yetkazib qo'yinglar shu gaplarimni. Birotta ismini bilmayman, taniganlar bo'lsa yuborsin hammaga. Buni oylik to'lovi ham o'zim o'sadi. O'zim Mana aka ham Qashqadaryolik bo'lsa kerak, mana sportsmenimiz Qashqadaryolik, mana Gentrani pulini o'zi to'lab yuribdi ekan. Endi biz ham unaqa oshib, toshib ketganimiz yo'q. Shu akani bo'yiga nima deysizlar? Pul tikemi? Mana shu akani bo'yiga pul tikem ismini bilmayman, Kamilga yozinglar, hadisalaring Masha kelgan bir ataganim bor. Haqqoni berasiz. Biz onasini ko'ptiga surmaydi. Alo, bilmaydi jalab. Beriladi, tamom, biladi. Bunaqa Aktagundan chiqib qayta olmaysiz siz. yo'q, bizda qaytish yo'q. Kreditga olib bermaysiz. Shuni Azaka deb chaqiradi, Aktagunni ichida. Mana shu insonga men ataganim bor, ichida. Buning uchun sizlar laglarni bangillatib shu akaga bittadan padlisa qilinglar, dili dusha. Mana shu inson zo'r odam, o'tgan safar men gaplashgan Maktagon ichida. Biz taksidan olib pul to'laymiz. 12.64 Gandiston taksidan oltariqda daromini olaman. Mana shunaqa ortiqchasini mana shunaqa sportsmenlarga beraman. Laykni bitta his qilingizlar shu aka uchun. Sog' bo'linglar. 30 million pul Surxondaryoga ehson qilaman. O'zi internet tarmog'iga qarasam juda ham katta shov-shuvga aylanyapti. O'sha Oktagon Liga chempioni Anvar ukamizmi, akamizmi bilmayman. O'sha sponsorlar chiqdi vaqtiga 50 million beraman, 30 million beraman, 40 million beraman deb. Hozir nima bo'lyapti? Chota gul-gulga to'g'ri kelmayapti. Raz qilmoqchimisizlar yordamni xalqimizga, o'zbek xalqimiz bo'lsin deysizlarmi? Birinchi shu Anvar ukamizni chiroyli qilib rozi qilib qo'yinglar. Chunki bu bola ham oddiy xalq hisoblanadi. Tushunyapsizlar? Akalar, bu videoni bilmayman, men o'zim fikrimni aytib chiqyapman. Sizlar qanday fikrdasizlar? Men bu akam taniysizlar. Agar shu bo'yda yutsang Toshkentdan 2 xonali kvartira mendan. Agar shu bo'yi 2-raund yutsang Tailand, Dubayga tur paket mendan deb hamma sportsmenlarni ichiga kirib olib, ilonga o'xshab, ochki nabirat qilib, men bu akam taniysizlar. Mashina purish deymiz, kredit purish deymiz, ribo purish deymiz, qo'pol qilib aytganda. Bir sportsmenga mana Gentra yutibsan uka, mana Gentra sanga deb beribdi. Aslida u Gentrani padarka emas, kreditga u bolaga oform qilibdi. Bratjon, uyalmaysizmi? Hurmatli sportchilar, boks, MMA, boshqa liboy sport, pop MMA da shug'ullanadigan bolalar. Bunaqa odamlarning yoningizga propuska qilmanglar, bilishki propuska qilmanglar. Bu odamlar o'zini foydasi, o'zini kishkasini o'ylayapti. Va aka, uyalmaysizmi? Eng zo'ri siz borib turib mashinani bolani qoraytirib, chiroyli mashina bozordan boshlaysiz, sotib bermaysizmi, brat? Sportsmen aka-ukalarimizga ham aytaman, bunaqa odamlarni yoningizga yaqinlashtirmanglar. Yaqinlashgan momentda mana uringlar. Mana shu udarlar bor, ana saperniga uradigan. Shunaqa uringlar. Yana informatsiya bo'lsa bu aka haqida chiqazamiz. Va aka, riboyingizni dalshi продолжать qiling, sportsmenlarning ishiga aralashmasdan. O'zbekistondagi bolalarni kreditga, qarzga tiqib qo'ying. Nima qilasiz? O'sib kelayotgan sportchi yigitlarni. Mana shu kredit bergan pul ursamda. Bir balo avtoga video qo'ydik hozir. Neftima qo'shilmadik, yo'q narsalarni gapirmadik. O'zi birinchi tashagan, men atvet qilganim kechagi videosiga kecha meni gapirgan. Nima deymiz? O'ziga yarashasini oldi. O'limdan qo'rqmagan odam qattagi bir choldan cho'chirmadik. To'g'risida hamma har xil yozyapsizlar, ana dushman orttirma, uldor odam u qani unchalik o'ziga prab bo'lsa, zo'r bo'lsa, kelib meni razbor qilib ketsinchi, хотя бы qan ichkiga yozsinchi.
boraveramiz buyog'ini. Nursulton akaga, Doston akaga tashiyotgan ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi boyvachchalar. Biz ukalari bo'lamiz. Ismim Dadajon. Shunday ekan, o'zini yo'lida to'g'ri trenirovka qilib, bir og'iz gapirmasdan jahon